Bu odamni boshqaradigan kuch bu miya, pult. Shtab deydi-ku. Shtabni boshqarasiz, o'sha pult miya zo'r ishlaydi-da. Ular masalan Nobel mukofotini olgan odamlar kechasi ham tinmasdan ishlaydi, shambozorligini bilmaydi, qiynab ishlaydi, lekin sog'liqqa ham shunday komanda bera oladi, buyruq bera oladiki, tana miya orqali boshqariladi-da. Tanangiz uchi jimirlashi ham miya bilan bog'liq. Oshqozondagi faoliyat ham, butun tanadagi organizmning faoliyati miyadan boshqarilib, miya bilan bog'liq-da. Oshqozon og'risa miyani tekshir deydi. Miyangda bir kamchilik bor ekan deydi-da, bilasizmi? Aslida o'sha miya yaxshi ishlasa, inson sog'lom yashash mumkin-da. Qayerda qanday boshqarish mumkin tanani? Mashinani rulda yo'lni boshqarib ketyapsiz-ku, xuddi shunday inson o'zining tanasini boshqara olish kerak. Miyani ishlatish kerak. Miyani ishlatadigan narsa, aytaylik, o'sha bilim olish kerak-da. Mana maktabda yaxshi o'qish kerak, ko'proq kitob o'qish kerak, axborotlarni ko'proq olish kerak, uni fikr doirasini kengaytirish kerak. Masalan, shaxmatistlarning miyasi qanaqa ishlaydi? Shaxmat o'yinlari, aql bilan bog'liq o'yinlar, masalan, yosh o'tganlarga skanvortlar ichish kerak. Boshqa nima ekan deb. Miyani ishlatish kerak. Biz haligi jismoniy harakat qilib fizkultura qilamiz, tanani qon yurishi uchun deymiz. U tanani qizdirish uchun, qon aylanishi yaxshi bo'lsin deb. Lekin miyani ishlatadigan shu narsa. Miyaga nima kerak? Ko'proq kitob o'qish kerak. Bilim olish kerak. Hozir endi ijtimoiy kitob o'qimaysizlar yoshlar, ijtimoiy tarmoqda ham shu boshda qotiradigan narsa o'ylash kerak. Qanday qilib, masalan, matematika yechimlar bor, savol-javoblar xil. Masalan, o'sha zukkolar, zakovat tanlovlari bor, qancha o'ylanadi. Miya bilan o'yladi, oyoq bilan o'ylamaydi doim, yurak bilan o'ylamaydi, miya bilan o'ylaydi. Qani, shu savol bo'lsa qanaqa javob beraman ekan? O'sha imtihonlar ham bir o'sha haligi aql ishlatadigan sohalari, ana o'sha miyani ishlatish kerak-da.